Assalomu alaykum hammaga. Bugun 28-iyun va biz ijodiy guruhimiz bilan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Olmos dam olish maskanidamiz. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondi va boshqa ko'plab tashkilotlar tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslar va imkoniyati cheklangan yoshlarni, ya'ni 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlarni bir joyga jamlagan holda aynan Maftunkor ranglar jilosi nomli respublika tanlovi o'tkazilmoqda. Ushbu tanlov 7-bor o'tkazilyapti. Shuni ham alohida aytib o'tishimiz kerak. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondi aynan ushbu shaxsni xotirasini abadiylashtirish uchun yo'lga qo'yilgan va bu tashkilot tomonidan aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillarini qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab samarali ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadbirni, ushbu loyihani qo'llab-quvvatlab, beg'araz yordamini ayamagan, homiylik qilib kelayotgan Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Joylari jannatda bo'lsin. Mirabror akani o'g'illari o'tiribdi. Mana shu bizni qo'llab-quvvatladi. Shu yerda kelib yotib turishga o'zini ko'magini berdi. Ming shu va hamma mana shu 1100 ga yaqin nogironlik bo'lgan shaxslar nomidan men minnatdorchilik bildiraman. Adliya vazirligiga, shaxsan sizga. Men shu tanlovni o'tkazayotganlarga shu rahmat aytaman. Tadbir tashkilotchilariga hammaga rahmat aytaman. Hammalaringizga katta rahmat.